Hem üçüncü bir halkı var. Biz üç nesin degan. Fikirler dünyasını to'xtaldi. Shaxslar dünyası üçüncü bir narsa var. Nas kerakli. Mal dünya, maddi nasıl? Mal dünya. Bugungi dollar, oltin kumush, huquq mansab, raislik, vazirlik. Hammasi başdan qatarda. Aylıpıran mashina yoki ko'ngil xush qilgan har turli fitna fasodga doir narsalar, yemek ichmak, dasturxon, polo kabobdan tortib, hammasi bor bu narsa kerak degan narsa. Xo'sh. Endi jamiyat kishilardan sadoqati. Sen nimaga sadoq desa? Yoki so'ygu muhabbatdan nimaga desa? Narsa kerak qartilib qolsa. Mal dunyo uchun hech narsadan nima qilmaydigan? Siziq yo'q, oldiki. Mal dunyo uchun hammani qurbon qila oladigan. Huquq mansab desa hammani qila oladigan. Yoki huquq mansab uchun o'zining vatanini setib o'ta oladigan, e'tiqodini setib o'ta oladigan, vijdonini setib o'ta oladigan. Bu holat o'zicha. Buni bir zag'ir tili bilan biroz tushuntirmak qarindoshlar. Agar jamiyatga sadoqat narsa kerakki bog'lanib qolsa, yuqori qo'yishish. U vaqtida fikrlar va shaxslarning hammasi nimadan atrofida cho'g'lab yurdi, nimadan atrofida qo'g'lab yurdi desa, mal dunyo narsa kerakni qo'g'lash. Ya huquq mansabni qo'g'laydi, yoki dollarni qo'g'laydi, yoki ko'ngil shahvatning kaynidan yugurdi. Demak, bu insonlarni isloh qilgani bo'lamdi, isloh qilgani olmaydi. Chunki fikrni bir isloh qiladigan narsani chaynab mangdi bu dastur. Yo'q. Bu yerda bir nuqta bor. Agar narsa kerak ustunlikni egallab olsa, kishilarningki sadoqati narsa kerak bog'lanib qolganligi uchun, fikr, qimmat qarash, dafsani qilinganligi uchun bu vaqt jamiyatning yetakchisi kimning qo'lida qoldi? Shaxsimi uning bo'ysunib ketdi, fikrim bo'ysunib ketdi. U vaqtda baylar maydon chiqdi. Narsa kerak kimning qo'lida chiq? Baylarning qo'lida. Mustabidlarning qo'lida, nafsoniyatchilarning qo'lida, shahvoniylarning qo'lida. Unda o'g'ancha jamiyatni yetaklash, boshqarish, kontrol qilish kimning qo'lida qolib qoldi bo'lsa, mana bu baylarning belanmas hammasini ayplash emas. Ya'ni to'g'ri qo'llanmagan. Ya'ni o'zininki maqomini, mansibini belanmagan, Alloh bergan ne'matni to'g'ri yo'l ishlatmay, xato yo'l ishlatmayman degan baylik maqsad bu yerda. Qandaydir bir yer bayliqni ayplash emas, chunki islom dini bayliq tashabbus qildi. Nafsoniyatchilar, shahvatchilar bularninki qo'liq qoldi. Agar bu jamiyatni boshqarish, yetaklash, baylarninki nafsoniyatini qo'liq qolsa, nima yuz bersa, isrofxo'rlik avjal. Chunki bundan ko'ngil bo'ldigani shu. Iste'molchilik avjaladi, ishlab chiqarishda o'zaj qilinmaydi. Isrofchilik, iste'molchilik, mol dasturxonlik avjal. Nima ish qilsa, bular atrofiga odamlarni to'plash uchun bir bo'lik odamlarni o'ziga taqinma, sodiqning ustiga sodiq qilishga to'xtamay dasturxon soladi. Bu vaqt yuz berdi bo'lsa, vijdoni va axloqi va qimmat qarashi va ideologiyaga odamlar chatqa qiladi. Chunki ular qo'shi yo'q. Dasturxon o'ningga saqan bilan ishi yo'q. Dollar bilan uning bilan baplayman desa, uning bilan ishi yo'q. Demak, bu yerda mal dunyo qo'lishadigan odamlarni o'ziga tortadi. Bu orqali haqiqiy olimlar bilan saposizlar, layoqat va layoqatsizlar orasidagi munosabat dasturxon ustida, pul ustida, mansab ustida, shahvat ustida bo'lganligi uchun ijtimoiy munosabat bu yerda buzilamiz. Axloq buzilamdi, shiriklik, parxo'rlik va boshqa sabablar bilan buzilamdi desa, u buziladi. Fikrlar, qimmat qarashlar bu e'tiborni yo'qotadi. Fikrlar, qimmat qarashlar e'tibor yo'qotganlikdan bu mal dunyoninki yoki tovarning o'rni o'chib qoladi. Ya'ni xolisa setib o'tadigan, xolisa ep qoladigan. Hattoki ba'zilar bu mal dunyo uchun yoki narsa kerak uchun o'zining qimmatini yuqori zigirimizda qimmat qarashini, o'zining prinsipini, o'zining vijdonini, hattoki e'tiqodini, hattoki iffat numusini sotadigan ahvollar mavjudmiz. Bu dal buningki misol. Demak, bu nabob baylar, nafsoniyatchi baylar, yoki shahvoniy baylar, yoki iqtisod egalari jamiyatni kontrol qilaman deb qolsa, u jamiyat kishilarining ahvolimiz qo'saq va qish ko'ngil xush qilishdan boshqa hech narsa o'ynamaydi. U davlat degan, vatan degan, din, kimlik, qimmat qilib bu narsada u parvoyi kerak uni. Xo'sh. Bu jamiyat muyakkab to'xtaydi. Bu narsa kerak avjaga vaqtida kishilarning bir-biri bilan bo'lgan munosabati pulning oz ko'plik asosida o'lchanadi. Ya'ni kimning puli jiq bo'lib qolsa, shuningki, gap shuningki, agar pul oz bo'lib qolsa, garchi u olim bo'lsin, garchi u mutafakkir bo'lsin, garchi u yana bir shaxs bo'lib qolsin, uning o'rni tuvan bor. Bugun kunlikda
tarixdan tortib bugungi kunlikdami bu nachar illat bormi sizmi? Eng xatarli. Ya'ni gap kimdan kelsa bayo. Seniki maqoming 3-o'rinda dedi. Islom falsafasi bo'yicha, islomning qimmat qarashi bo'yicha agar sen musulmon bo'lsang, agar sen mushu Muhammad alayhisolamning ummati deb qaraydigan bo'lsang, sening maqoming 3-o'rinda. O'zingni haddingni bilishing lozim. Birinchi o'rin fikr sohibi ulamoning, ikkinchi o'rin davlat boshqaradigan, jamiyatni yetaklaydigan, qurbon bera oladigan siyosiy ongga ega o'tkir kishilarning 3-soatdagi asos ta'minot kuchi bo'lgan baylanamiz. Biz bu vaqtda keyin yana ayrim bu 3 kishi haqida to'xtalamiz. Buni bilish lozim. Ammo afsuski bugungi kunlikda bo'lsin va boshqa vaqtlarda bo'lib qolsin, boyman bo'lganki mening gapimni aqt olsam bo'ldi degan bu xato. Hukm xato bir nazariya qisman ba'zi yerda baza topish mumkin. Buni agar bu xato yo'l kirib qolgan bo'lsa, tavba qilish lozim bu qarindoshlar. Qandaqdir bu yer boyliqni aybliganlik emas. Chunki dinimiz tijorat qil, pul topdi. Mal dunyo musulmonning qo'lida nimaga yaxshi narsa, ha? Masala bu yerda ish ustidagilarning bu masalan tashkilotlar deyiladi. Ish ustidagilarning kim jiqroq bo'lsa, uning so'zini voy deb qo'sh deyishi. Da'voning ilgirlamay menishiga eng cho'ng to'salg'uda. Yani pulni kim bo'lsa, u to'yga chiqib qilishi masalan yuqori degandek. Bu xato. Chunki bu yerda prinsip asos, fikr asos, ideya asos. Shaxs uningga bo'ysundu, nas kerak uningga bo'ysunmaydi. Agar nas kerak asosida uningki huquq setib oldigan, mansab setib oldigan, maqom setib oldigan bo'lib qolsa, bu jamiyatni tamoman kayniga so'rab ma'lum mag'lubiyatga boshlatmaydi.